Burası patronimning yangi villasi. Yangi quribdi. Bugun keldik. Qorovullari bilan keldik. Bu yerda ikkita qiz. Bu yer pishak itlarning chiftligi ekan, fermasi ya'ni. Rosa qiziqqani uchun eri xotiniga ochib bergan. Aylantiraman seni dedi. Ana yerda qurilish bo'lyapti. Mana shu joylar mening patronimga tegishli ekan. Shu joylar. Bu yer Turkiyaning Balıkesir degan joyi. Qishloq joyi